Internetda Minecraftning minglab versiyalari mavjud bo'lib, hattoki 2009-yilga borib taqaladigan versiyalari ham bor. Lekin Mojang hech qachon ko'rmasligi kerak bo'lgan yana bitta versiya yaratgan. Bu Minecraftning maxfiy versiyasi bo'lib, o'yinga robotlarni qo'shgan. 13 yil o'tib ushbu sirli yangilanish nihoyat sizib chiqdi va aytib o'tish kerakki, bu aql bovar qilmaydi. Ammo bu yerga qanday yetib keldi? Xo'sh, hikoya juda ham uzun, qiziq. Shuning uchun 2011-yildan boshlaymiz. Minecraft alfa sinovlaridan o'tib beta bosqichiga kirdi va bir nechta kichik tuzatishlar va o'zgartirishlardan so'ng Mojang beta 1.2 deb nomlangan dastlabki katta yangilanish ustida ishlay boshladi. Beta 1.2 juda ham muhim yangilanish edi. Chunki o'yinchilarga lapis lazuli, musiqa bloklar, tort, kalmar qayin va archa daraxtlarini va boshqa ko'p narsalarni olib keldi. Ammo Mojang sahna ortida bundan ham katta loyihalar ustida ishlayotgandi. Ular Minecraft Pocket Edition chiqarishga tayyorlanayotgandi. Bugungi kunda Minecraft Pocket yoki Bedrock Edition barcha davlatlar eng ko'p sotiladigan o'yin hisoblanadi. Ular ushbu versiyani Xperia Play deb nomlangan Sony kompaniyasining maxsus qo'l telefoni uchun ishlab chiqarishni rejalashtirgan edi. Xperia Play yangi va o'zgacha edi, lekin hech kim uni bilmasdi. Shuning uchun Mojang Minecraft Pocket Edition muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlash uchun katta xavf ostida edi. Natijada ular o'sha yilning o'rtalarida Minecraft Pocket Edition'ni keng targ'ib qilishdi. Treylerlar, texnik demo videolar hammasi millionlar tomoshalarga ega bo'ldi. Ammo o'sha shov-shuv orasida bitta kichik reklama videosi unutib qoldi. Bu Xperia Play modelini qurayotgan bir guruh o'yinchilarning tasvirlangan oddiy video. Ammo diqqat bilan qarasangiz bu video biroz g'alati ko'rinadi. Ular biroz bloklarni joylashtirmayotgandi. Faqat belkurak ushlab, qatlam mukammal harakat qurayotgan edi. Ushbu video 2011-yilda suratga olingan bo'lsa, unda qanday qilib bugungi sun'iy intellekt yoki modifikatsiya foydalangan? Ushbu video aslida Minecraft Beta 1.2.02 Dev Build deb nomlangan maxfiy versiyasini namoyish qilgandi. Ushbu versiya haqida faqat Mojang bilgandi va bu borada birorta ma'lumot mavjud emasdi. Lekin bu versiya qanday qilib qo'lga kiritildi? 2024-yilning iyun oylari boshida bir ishonchli manba Omni Archive guruhiga ushbu versiyani bir saqlash sharti bilan yuborgan. Ushbu versiyaning kodlari to'liq va ochiq, hatto yangi o'yinga hech qachon kiritilmagan maxfiy bloklar, robotlar va boshqa sirlarni ham ochib bergan. Masalan, bu versiyada Coral bloklari mavjud bo'lib, ular 2010-yildan buyon ishlab chiqilgan bo'lishiga qaramay, hech qachon rasmiy ravishda o'yinga kiritilmagan. Shuningdek, Mojang tomonidan ishlab chiqarilgan Sky Diminish konspekti ham ushbu versiyaga qisman mavjud. Bu kashfiyot Minecraft tarixidagi eng sirli va qiziqarli voqealardan biri bo'ldi. Bugungi kunda ushbu maxfiy versiyani o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, agarda bugungi videomiz sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, sizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar va men bu videoni davomini chiqaraman va Minecraftning aynan shu versiyasini to'liq obzor qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.